qaysi bir qismini qo'qonlik ustalar qilgan, qaysi bir qismini buxorolik ustalar qilishgan. Ko'p yaxshi ustalarning qo'li tekkan. Buxoro, Marg'ilon, Qo'qon, Namanganlik ustalarimiz. Hattoki e'tibor qilsangiz, keling men ko'rsataman. Bu yerda mehmonlarimizga yotoqxona qilganmiz. Otam rahmatli aytadilar. Bugungi kundagi kraska emulsiyadan qadimiy somon suvoq ishlatsang, uyda qanaqadir nafas olishing, uyqung ham yaxshi bo'ladi deb o'rgatganlar. Shunga mana shu somonli suvog'i ham 3 marta qildirdim-da. Namanganlik ustalarga aytaman, qilishadi. Bitta xonani oldin qilinglar, ko'ringlar deyman. Kelsam qanaqadir somonda qo'lingizga ushlasangiz olyapti-da o'zini. Faktura noto'g'ri chiqqan. Buzdirib yuboraman, boshqatdan qildiraman. Oxiri 3-chisida shuni nima qildik? E'tibor qilsangiz, men bu nimalar ham o'zim Qo'qonga borib, Marg'ilonga borib, spesial shokdan pardalarni qildirdim. E'tibor qilgan bo'lsangiz, men bu o'zimizning qadimiy milliy stilda qilingan, naturalniy yong'oqdan qilingan